Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Zarina Hakimova bo'lib o'tadi. Video boshlashimizdan oldin kanalimga obuna va like va qo'ng'iroqchani bitta bosib qo'yinglar, iltimos. Bu bizga juda ham zarur bo'ladi. Parkovkaga tashlab qo'yasiz. Xo'p. Qancha-yu haqqi? Xo'sh, endi pulini to'lab qo'yishimiz kerak. Xo'sh, endi nima qilamiz? Mashinamizni chiqarib turib, qaysi Gradnovoy serverdagi ishdan ko'proq pul kelishini ko'ramiz. Bugungi videomizda yangi boshlaganimiz tufayli, ya'ni bizada hozirda anaqa o'zimni lичный akkauntim bankga kirib ketgandi. Shuning uchun mana shu akkauntimda yana bir bor aytib o'taman. Oz-moz pul to'plab bitta Matizcha olamiz va taksichilikdan qancha pul kelishini bilib olamiz. Bu qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Tezroq 50 ta obunachi yig'sak, jonli efir olamiz va ko'p obunachilar bilan birga ko'rishamiz o'yindan. Va youtuber aka bor, bir tanishim. Yaqinda o'sha kunda birga tanishamiz Arzimas restoranida. Sizlar ham kelinglar. Juda qiziqarli bo'ladi. U akani ham obunachilari ko'p jasb kelishi mumkin. Xo'sh, shuningdek, hozirda bor mablag'imizni yechib olamiz. Eskanor aka meni tanishim bo'ladilar. Pul so'rasanglar bemalol berib tura oladi bu aka. Hozir bilib olasizlar, bu aka juda ham saxiy insonlar. Ba'zida kirib birga berilib ketadi. Lekin mendan yordam ham umid kutmasalar kerak, mayli. Meni ham bir akkauntim bo'lardi, 50 milliondan ortiq pullar berib turardim, lekin menga bu aka endi bu safargisida pul bermadi. Afsus, shu paytlarda, ya'ni u akaga men akkauntim 10 yilga ban yeganini aytganman.
Puli ko'p bo'lsa do'st bo'ladi deyishadi-yu, lekin puli yo'q paytda tashlab ketishadi deganlari juda rost ekan. Men bugun bildim. Grand Mobile'da sizlar ham do'stlaringlarni shu usul bilan sinab va tekshirib olishinglar mumkin. Xo'sh, unda avtosalonga boramiz. Boshlanishiga Matiz minib turamiz. So'ngra baland. Bir oy ichida qancha kuchayotganimiz ko'ramiz va Madina Hakimova akkauntimga o'tkazib olaman va osoyishta hayot kechiramiz. Jonli efirlar ham tayyor bo'ladi inshaalloh. Ungacha sizlar gazini bosib borasizlar. YouTube'imiz kanalimizga yangi kelganlar, iltimos obuna bo'lib qo'ying. Mening muxlisim, ya'ni mening obunachimga aylanish imkoniyati sizda a'lo. Xo'sh, mana Yujniyda joylashgan avtosalon Ekolomga ham yetib keldik. Bizlar taksida nima qilamiz deb o'ylaysizlar? Taksida deyman, Matizda nima qilamiz deb o'ylaysizlar? Taksichilik qilamiz. Qanaqa pul kelishini bilib olamiz desam, mana buni kichkina gelikka aylantirsak nima bo'ladi? Davay biz ham sinab ko'ramiz. Haligilar qo'yishgani gelikka aylantirib. Juda yaxshi mashina-da. Qani ko'ramiz nima bo'larkin. Unda mashinamizni chiqarib olib ketamiz. Xo'sh do'stlar, juda ham yaxshi fikr bu. O'sha mashinani gelikda kichkinasiga aylantirsa bo'ladi. Juda chiroyli mashina chiqadi. Men shirindan shakar muxlislarim. Sizlar ham xuddi shuni takrorlab ko'ringlar. Bu juda zo'r. Arzon bo'lgan bilan buniki sifatlidir narsalar. Buni sirini sizlarga ham o'rgataman. Faqat obuna va like bosmasanglar rozi emasman. Hozir borib olamiz. Mana nihoyat yetib keldik. Mana shu joyda drom deyiladi nomi. Ya'ni bu drom nima? Mashinani drom qilamiz. Chiroylashtiramiz. Xo'sh, bu yerdan qaysidir bir nimalarga kirardi. Hozir ko'ramiz. Xo'sh. Mana obunachilar hozir ko'rsataman. Ana gelik shakliga kirib boryapti.
Ko'ryapsizlarmi, oddiy mashinadan bir gelik yasasa bo'lishini. Ana ko'rib turganinglardek, bu judayam oson. Bugungi videomiz shu video bo'yicha iborat edi. Mana endi buni trenirovka ham qildinglar. Juda qimmat narxga sotishinglar mumkin bo'ladi. Obunachilarim va yangi kirib kelgan mening teletomoshabinlarim, barchangizga xayr, like va obuna bosib qo'yinglar. Biza tezroq 50 ta bo'lib jonli efir olishimiz va obunachilarim uchun bitta sovrin berishim ham kerak bo'ladi. Hammaga xayr.